Reyestr o'zi nima? Hurmatli yurtdoshlar, xabarlaring bor. Rossiya hozir tashqarida munosabatlar yaxshi emas ko'plar bilan. Shuning uchun ham ichkaridagi kontrol, ya'ni ichkaridagi tizimni juda ham qattiq qo'lga olishgan. Qattiq kontrol qilishadi, qattiq tekshirishadi, qattiq so'rashadi. Imla dokument. Reyestr bu birinchi очередda qonun buzish yoki yo'l yo'riq qilib yurgan odamlarga tegishli. Hozir bitta maqsadda kelasiz, bitta dokument topshirasiz, o'sha dokument bilan 1 yil yurasiz. Boshqa yo'li qolmadi. Reyestr qilishdan maqsad dokument mavzusida aytaylik, ilonga o'xshab har xil tesklardan o'tib, studentskiy qilib, uchoba qilib, kirdi chiqdi qilib, bir balo qilib, patent qilmasdan ishlab yurgan odamlarni kerak bo'lsa shularni qolipga solib qo'yish. Reyestr bu yomon narsa emas, reyestr bu yaxshi narsa ham emas. Reyestr bu ruslarni ichki ishlari o'ylab topgan konkretni tizim. Bu yerga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Bu yerga tushmaslik uchun bir marta kirganingizda srazu patent qilib kiring, agar ishlagani kirgan bo'lsangiz. Yoki uchobaga kirgan bo'lsangiz, srazu uchoba qilib kirib, o'qishga kirib, dokumentingizni 1 yillik qilib oling. Yoki rabota, patent qilib 1 yillik qilib oling. Mana shu ikkita yo'l qoldi xolos. 3 oyga kirdi chiqdi qilib, tez borib kelayotganlar, iltimos sizlarga maslahatim, bu narsani esdan chiqaringlar. Потому что bir marta 3 oy yurib, 3 oy registratsiya qilib, borib qaytib kelib, patentga topshiraman yoki uchoba qilaman deb hamma reyestrga tushyapti.